Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, demak, inshaalloh men bugun Rassom Tuz degan kazzobga demak nisbatan 4-chi javobni bermoqchiman. Aniqrog'i uni yozayotgan narsalariga nisbatan javobim bu. Ya'ni u yozgan ediki, o'sha o'zini yozuvlarida menga jo'natilgan odamlar menga jo'natishadi, uni yozgan narsasi menga ko'rinmaydi. O'sha menga kelgan yozuvlar ichida u huquqini demak bugungi ahvoliga mana shu inqirozga uchraganiga meni sababchi qilib yozgan, ko'rsatgan va yana o'sha haligi nimaga xat yozdi deb aytgan. Demak, meni javoblarim mana shu narsalarga, ya'ni qanday bo'lgan, nima bo'lgan voqea hodisalarga men demak javob berish uchun men o'sha butun boshli huquqi degan narsani paydo bo'lishi, tamom bo'lishi hammasini ichida bo'lganim uchun bir gapirmoqchiman. Faqat voqealar shunday rivojlanyaptiki, u o'tmishdagi voqealarni gapirishlikka iloji imkon qolmayapti. Hozirgi kundagi mana bu bugungi real voqeliklar shuncha ko'payib ketganidan narigi voqealarni eslab gapirishga na vaqt, na imkon. Xullas kalom shunaqa bo'lib ketdi. Endi men yana hozir qisqacha o'sha kechagi suhbatimdan keyin mana o'sha oradan o'tgan bir yarim kun ichidagi voqea hodisalarga yana to'xtalmoqchiman. Demak, kechagi suhbatimda men bir narsani aytib o'tgan edimki, demak Muhammad Bekjonni menga yozgan o'sha xatini, uni nomidan kelgan xatni u yozganiga men ishonmadim. Sababi u odam unaqangi odam emas deb aytdim kechagi suhbatimda. Endi o'sha oradan o'tgan hozirgi muddat ichida men o'sha fikrga keldimki, bu haqiqatda bu o'sha odamni o'zi bo'lgan. Muhammad Bekjon, o'sha men bilgan Muhammad Bekjon, men bilan birga yurgan, kaltak yegan, shebin tashigan Muhammad Bekjon haqiqatda bugun o'sha akasini tarafiga o'tgan va menga qarshi u ham hech narsani e'tiborga olmasdan o'sha o'tmishdagi u bilan bo'lgan turmadagi shuncha voqea, hodisalar hammasini ko'zni yumib menga qarshi kurashga kirishgan ekan. Buni ham men yana boshqa dalillarni ko'rgandan keyin tushundim. Chunki o'sha Eshonqulning maqolasini tagiga izoh yozgan ekan. Muhammad Bekjon degan mana surati ham turibdi. Malohatxon bundaylar bilan MT Abut va hokazolar deb qo'yibdi qavs ichida. Mo'tabar Tojiboyeva va Abutov demoqchi. Tortishib o'tirmang, ularga gap ta'sir qilmaydi. Gap ta'sir qilishi uchun esa odamda miya bo'lishi kerak. Afsuski bu toifadagi mavjudotlarni miya chanog'idagi miya suyuqligi o'rnini najas egallab bo'lgan. FB tarmoqni egallab olgan bu xil mavjudotlardan qutulishni eng sara usuli blokirovka. Bu giyenalar o'zlari bilan o'zlari chug'ullashib, talashib yotaversinlar, toki jahannamga ravona bo'lgunlaricha, deb yozgan lotin harfida Muhammad Bekjon o'sha Eshonqulga. Mana shuni ko'rib, men bu odamni haqiqatda shu o'sha tomonda turib hozir ish qilayotganiga ishondim. Demak, endi aniq bo'ldi. Muhammad Bekjonni pozitsiyasi menga nisbatan aniq bo'ldi. Meniki ham unga nisbatan demak shunday bo'ladi. Va ayni vaqtda men unga kecha xat yozib yubordim, uni emailiga. Uni emailini topib, mana shu ikkita demak uni yozgan kommentlarini mana shu skan qilingan suratini jo'natib unga bir og'iz so'radim. Adash aka,
turmada u adashtirdi meni, men uni adashtirdim. Uni ismi Muhammad Bekjon. Meniki ham Muhammad Solih bo'lgani uchun Muhammad deb bir-birimizni adashtirdik. Men unga aytdimki, shunday ham bo'lsa kecha hurmatini joyiga qo'yib yozdim. Demak, Adash aka, siz mana shu izohlarni muallifi sizmi? Ya'ni mard bo'lib, erkak bo'lib, ha, men shuman deb aytsa, mana shu yaxshida masalan. Uni nima kerak yashirib, u yoqqa borib yashirib yozib, blokirovka qilib qo'yib meni, keyin menga ko'rinmaydi, keyin orqamdan yozib. Mard odam odamni yuziga gapiradi. Men unga xat yozib yubordim, shu sizmi rostdan ham? Agar shu menman desa, men uni yeb qo'ymayman. Bo'ldi, shu menga aniq. Faqat u shuni meni xatimga javob ham bergani yo'q. Bu bunday haligi ochiq, oydin mard bo'lib turish, bu mardlar ishi. Bularning ishi emas bu. Shuning uchun bu yerda men buni tushundim. Muhammad Bekjonni ham tushundim. Demak, Muhammad Bekjon xuddi haligi mana Musaylamatul Kazzob degan bo'lgan, Bani Hanifa degan bir urug' bo'lgan arablarni bir zamonlar. Ularning lideri bo'lgan o'sha Musaylama, uni tarixda Musaylamatul Kazzob degan nom bilan qolgan bu Musaylama. Bu kasofat, bu haqiqiy lider bo'lgan o'sha o'zini davrining. O'zini qavmini unga ergashgan. U mana unga o'xshagan kazzob lider bo'lmagan. Haqiqatda unga odamlar ergashgan. Ular kelib musulmon bo'ldik deb payg'ambar alayhissalomning oldiga kelib musulmon bo'ldik deb o'zlarini mo'minligini izhor qilib, keyin u kishini vafotlaridan keyin mana shu Musaylama, biz endi bo'ysunmaymiz mana bu Abu Bakrga, biz ulardan mustaqilmiz, o'zimiz mustaqil yashaymiz, zakotni ham to'lamaymiz va o'zi umuman bulardan biz rad qilamiz bularni. Meni o'zim payg'ambarman deb keyinchalik da'vo qilgan. Shuning uchun uni kazzob deyiladi. Xullas, mana shu Musaylama keyinchalik Abu Bakr roziyallohu anhuni qo'shinlari bilan urushgan. Mana shuni bularni murtad deydi, dindan chiqqan murtadlar. Mana shu Musaylamani qavmi, uni ichidagi odamlar aytganki, biz bilamiz Musaylamani kazzobligini, payg'ambar emasligini, lekin biz u tarafdamiz. Chunki u bizni qavmimizdan deb aytishgan. Men mana bu Muhammad Bekjonni ana shu Musaylamatul Kazzobni qavmidagi odamlarga o'xshatdim. Shularni pozitsiyasida turib, u biladi, mendan yaxshi biladi. Uni akasini kazzobligini ham, u tufayli o'zi turmalarda mana 18 yil o'tirganini ham, uni xotini Nina Bekjon bilan bu liderni urushib, bir-birini qancha u qamalib ketgan, u xotini qolib ketgan, u qizlari bilan hali yosh. Ular orasida qancha janjallar bo'lgan, u xotini bilan urushgan bular. Buni biladi hammasini. Oilasi shunchalik balaga uchraganligini, qizlari otasiz o'sganligini. Hozir bu xotin ikkita qizi bilan Amerikada yashayapti. Bekjon esa o'tiribdi uyda, akalarining uyida, bir xonasida, ijarada, Xorazmda. Mana na bir hujjati yo'q, na boshqasi yo'q, Amerikaga ham borgani yo'q, xotin bolalari u yoqda, o'zi esa bu yoqda. Endi bu yoqda o'tirib, mana endi kazzob akasini himoya qilib mana bunday izohlarni yozyapti. Tushunarli, Muhammad Bekjonni pozitsiyasini tushundik va demak unga omad tilaymiz bu ishlarida. Maqsud Bekjonni javobini kutyapman. Kecha izlab ko'rsam FB'dan Maqsud Bekjon degan akkauntni o'zi chiqmadi. Balki u ham meni bloklab qo'ygandir, bilmayman. Yoki bir narsalar yozayotgandir, uni bilmayman. O'sha kim u kishi bilan aloqasi bo'lsa, mabodo uni biron narsa yozayotgan bo'lsa, menga yuborsalar yaxshi bo'lardi, bilib qo'ysam u kishini mana shu paytdagi pozitsiyasini. Bu aka-ukalarni men bilaman orasidagi ixtilofni, bular bir-birini ham ko'ra olmasligini, lekin hozirgi masalada, hozirgi janjalda endi hammasi birlashib olgan bo'lishi ham mumkin. Unaqa ham bo'ladi. Akasini ular endi
yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, kazzab bo'lsin, bunaqa paytda endi tashlab ketmay yonida turib podдержка qilib turgan bo'lishi mumkin. Xuddi haligi Musaylama bizni qavmimizdan bu. Shuning uchun buni biz musulmonlarga qarshi urushayotgan bo'lsa ham biz uni hurmat qilamiz deb hali aytgan Musaylamani qavmiga o'xshagan bo'lyapti bularning pozitsiyalari. Vallohu alam. Va yana bir masala, kunning masalalari. Tarixga o'tishdan oldin kunning masalalariga to'xtalib o'tamiz. Endi bu shunday bo'lmasa bo'lmaydi o'xshaydi, o'zi iloji ham yo'q. Chunki kundalik masalalar aktual bo'lib turibdi tarixdagidan ko'ra. Xo'p. Kundalik masalalardan biri mana Bobomurod Abdullayevni va Hayot Nasriddinov deganlar 3-4 ta odam mana shu 159-modda bilan qamalgan mana shu liderni navbatdagi qurbonlari. Ularni sudi bo'lyapti ekan. Biz bilamiz oldinroq Bobomurod oldiga kirib chiqqanda uni advokati Mayorov degan odam Surat Ikromov bilan uchrashib, o'sha yerdagi bo'lib chiqqan gaplashib nima voqea hodisa bo'lgan bo'lsa o'shalarni Surat Ikromov tarqatdi press release qilib. U yerda Bobomurod Abdullayev inkor qilgan. Bu kazzab liderni Bobomurod Abdullayev deb bu Usmon Haqnazarov deb iddao qilganligini inkor qilib, hatto meni haqimda gapirmasin degan. Ya'ni bu uni o'zi bunday aytganda olovga tashladi-da. Chunki u Usmon Haqnazarov nomi bilan chiqqan maqolalarda qancha hozirgi qonun nuqtai nazaridan ham, umuman odamgarchilik nuqtai nazaridan ham ko'p munozarali, janjalli narsalar bor. Hammasi uchun mas'uliyatni bu Abdullayevga yuklandi-da. Davlatni to'ntarishga, qurolli davlat to'ntaruvi qilishga chaqiriqlar hammasi uchun Abdullayev aybdor bo'ldi. Qancha odamlarni MXX deb familiyalarigacha yozib chiqdi. O'sha Ismoil Dadajonovni ham ko'zga ko'ringan muxolifat faolini ham MXX deb yozib chiqqan edi o'sha paytda. Haligi Usmon Haqnazarov. Mana Rabbimovni mana bu Fransiyadagi. Aslida buni Usmon Haqnazarov emas, buni o'sha liderni o'zi yozgan. Kazzab bu lider. O'ziga kim qarshi bo'lsa MXX deb yozaveradi o'tirib olib. Usmon Haqnazarov nomi bilan chiqaraveradi. Keyin birov bunga bir narsa desa, qani isboting qani, daliling qani, bu MXX deyapsan desa, men aybdor emasman, mana Haqnazar yozyapti. Bu javob beradi dedi. Bu Haqnazar yo'q, hech kim bilmaydi kimligini. Endi mana uni hozir bilib qoldi mana bu. MXX uni qamoqqa oldi. Keyin bu aytdiki, "Voy Haqnazar ana shu" deb. Hamma narsa uchun u aybdor bo'lib qoldi. Lekin uni esa o'zi inkor qildi. Men unaqa emasman, Haqnazar emasman. Bu lider kazzab deb o'zi e'lon berdi. Va bu yana liderning navbatdagi o'sha firibgarligini, kazzobligini ko'rsatdi. Liderning kazzobligini gapirsa, sanasa ado bo'lmaydi. O'tmishdagilariga hali o'tishdan oldin mana shu o'zimizni kundalik voqealarni ham sharhlab o'tmoqchiman. Masalan, mana shu hozir menga qarshi gapirayotganlar mana shu Eshonqul bo'lsin, mana Xolvoy degani, hozir bir Otabek degani chiqqan. Mana shularning hammasi aslida ular yozmayapti, ular gapirmayapti. Bu gaplar hammasi liderning gaplari. Men ularni ko'rmayman bu maydonda. Men faqat liderni ko'raman. Lider menga qarshi mana shu qoralash kampaniyasini o'tkazyapti. Endi bu uchalasi hali o'zining nomini qo'yib yozgan. Hali bu yerda nomini qo'ymasdan trollik qilayotganlar bor. Hali bu yerda
bu trollar endi kim Xudo biladi. Lekin e, rassom Tuz, uni ukasi, aka-ukalarni hali ular qaysi nomda yozyapti, qaysi nimada yozyapti. O'sha ular yozayotgan maqolalar, u yerdagi menga qo'yilayotgan ayblovlar hammasi men shunday tushunaman. Liderni o'zi menga qarshi yozayotgan gaplar bu. Hech boshqa odamlarniki emas. Hech qanaqa Otabekni tanimayman, Xolvoyni tanimayman, Eshonqulni tanimayman. Ularni men ko'rmaganman, bilmaganman, ularni men arpasini xom o'rmaganman. Ular hammasi zakaz bilan ish qilayotgan buyurtmachi odamlar ular. Liderning ish uslubi shunaqa. U birovni qoralash uchun mana shu yollanma qoralovchilari bor buni. Xuddi yollanma maddohlari bordek. Bu maddohlar ham ikki xil bo'ladi. Maddohlar borki, faqat hech qanaqa nima deydi, xolis maddoh deylik. Kulgili gap, lekin xolis maddohlar bor. Hech qanaqa evazsiz maqtaydigan. Haqiqatda yaxshi ko'rib maqtaydigan. Ular bir narsani evaziga maqtamaydi, lekin yollanma maddohlar bo'ladi. Ular narsa uchun maqtab beradi kerakli paytda. Mana Ismat Xushub masalan yollanma maddoh. Lider uni o'sha maxsus o'zi chaqirib, pul berib, mehmon qilib, boshqa qilib, unga o'sha o'zini maqsadsirish uchun bir hafta mehmon qildi Istanbulda va u keyin uni o'sha xuddi Pragaga kelganda, qurultoyga kelganda Praga esdaliklari deb maqola yozgan edi, bir 10 ta maqola. Keyin Istanbul esdaliklari deb yana bir 10 ta maqola yozdi. Bu maqolalar hammasi muxolifat lideri Muhammad Solih Balabattar, xullas yo'q yerdagi oldi qochdi gaplar bilan uni maqtalgan xolos. Mana bu zakaznoy yollanma maddohlar. Xuddi shunday yollanma imomlar ham bo'ladi. Hamma narsani yollanmasi bo'ladi, soxtasi va o'shani xolisi ham bo'ladi. Mana bu kasofat hozir menga qarshi yozayotganlar, bular yollanma qoralovchilar. Ular o'zlari meni qoralashligini iloji yo'q. Oramizda bir adovat yo'q, urush yo'q, janjal yo'q. Bir tanimayman ham, hech narsa yo'q. Lekin ularga yozinglar deyiladi, ular yozadi. Manfaat bor, foyda bor. Mana bu Eshonqul degani meni savodsiz, johil va hokazo gaplar bilan yozdi. To'g'ri. Tan olamiz, savod degani agar o'sha Eshonqulni o'zi jurnalistikani bitirgan diplomi borligi uchun o'zini savodli deb hisoblayotgan bo'lsa, menda esa diplom yo'q. Savod agar diplomdan iborat bo'lsa, men savodsizman. Agar meni masalan deylik, bu o'zbek tilida, shved tilida, rus tilida, arab tilida o'qib, yozib bilishlarim savodga kirmasa, meni o'nlab she'riy to'plamlarim, o'nlab mana bu kitoblarim bular ham savodga kirmasa, mana bu diniy siyosiy sohadagi suhbatlar, intervyular, meni radio blogimdagi mingga yaqin hozir suhbatlar turibdi. Yuzlab maqolalar saytlarimda. Bular savodga kirmasa, albatta men savodsizman. Bunga shak shubha yo'q. Men buni ixtilof ham qilmayman. Faqat muammo shundaki, nega bitta savodsizga qarshi 10 ta savodli jangga kirdi? Men ularga e'lon qildim, alohida bildirish berib, men yolg'izman. Bu jangda men yolg'izman. Ana bu kimlarni bir narsalar yozayotganlarni menga aloqasi yo'q. Ya'ni men tarafdan yozayotganlarni. Endi
Nega shu savodsiz odam sizlarni chaqirganda, men ana aka-ukalarni chaqirdim, tuzlarni. Nega chiqmadinglar? Men radio suhbatga chaqirdim sizlarni. Men doim chaqiraman radio suhbatga. Xo'p, men savodsizman. Chiqmaysizlarmi? Savodsizni chiqib, bitta savodli chiqib turib meni yer bilan yakson qilib tashlamaydimi? O'sha liderning o'zi chiqmaydimi? U endi meni tengim iyak deb o'shandan boshqasi bilan gaplashmaydi. Iyak ham bo'lib ketdi. Endi u ham bo'lsa shu bilan qiyomatda birga bo'lsa balki gaplashar. Dunyoda u hech kimni tan olmaydi o'ziga teng deb. Bir paytlari ozodlikda haligi Choriyev buni nimaga chaqirgan edi, bahs maydoniga. Chiqmadi o'shanda. Meni tengim iyak deb. Bu shunday mutakabbir odam. U chiqmaydi men bilan ham gaplashishga. Chunki men u aytadiki, u meni tengim emas deb. Xo'p, men savodsiz bo'lsam, sizlar savodli bo'lsanglar, chiqmaysizlarmi suhbatga? Bu menga qarshi hozir yozayotganlar ichida savodlisi bo'lsa chiqmaydimi? Bu trollar qancha diplom bor sizlarda hammangizda. Savodliman deysizlar o'zlaringizni. Lekin xullas kalom hali bular o'sha nimaga chiqmadi. Endi muammo nimada? Aslida menga qarshi gapirishga bularda hech qanaqa bir dalil ham yo'q, isbot ham yo'q. Bular dalil isbot bilan gapiradigan odamlar ham emas. Bular shunday bir surbet shallaqalar bular. Ular dunyodagi bor narsa bilan qoralashi mumkin, hech qanaqa dalilsiz isbotsiz. Hatto mana bu Otabek degani yozgan, ishlamay faqat uyda yotibdi, sotsial pulni olib. Ey ahmoq, bir so'ramaysanmi oldin hech bo'lmasa o'sha narsani yoz degan ekan senga. Lideringni himoya qilib yozayotgan ekansan. Hech bo'lmasa bir surishtirmaysanmi? Shunchalik ham bo'ladimi ahmoqlik? Hajga borib turib, borolmay qaytib kelgan deb ham yozgan. Xuddi bir ayib sifatida. Shu narsa ham shunchalik ham kulgili bo'ladimi? Bir narsa yo'qda yozishga, bir nima yozishni bilmaydi-da bular. Xo'p, borolmay qaytib keldim. Nima bo'ldi? Shu bir jinoyatmi, ayibmi? Shu narsani yozadiganmi shu? Bu yerda Otabek emas aslida yozayotgan. Hali aytganimdek, bu yerda lider qiladi bu ishlarni hammasini. Liderni topshirig'i bilan har xil nomda keyin bu narsalar yoziladi. Bu lider shunday kazzob, pastkash, o'zini nomi bilan chiqmaydigan, faqat mana shunaqangi rassomni qo'li bilan, Xolvoyni qo'li bilan, Otabekni qo'li bilan tosh otadigan pastkash kimsa bu. Shuning uchun ham men buni o'sha nomardsan, nomardlarcha kurashasan, xotinlar bilan kurashgansan. O'sha ochiq xatimda ikkita misol keltirganman. Bittasi Galimani haligi suratlarini misol qildim, ikkinchisi Mo'tabar Tojiboyevani misol qildim. Aynan har ikkalasiga qarshi mana shu kazzob liderni zakazi bilan bittasiga kino ishlangan, bittasini suratini haligi qilib faxsh qilib nima qilingan. Mana shunday kazzob odam bu. Yashirin mana shunaqangi pismiq shunaqa ishlar qiladi. Erkak bo'lib, mard bo'lib chiqmaydi maydonga. Bu boshqalari ham shu ahvol. O'zlarini aqlli sanaydigan, savodli sanaydigan firibgarlar bular. Buni odamlar buyuk zot, oliy zot, balabattar deb o'zini shunday taqdim qiladi odamlarga va ba'zilar hatto shunga ishonadi ham. Xuddi bir paytlar men ishonganim kabi. Aslida bular pastkash kimsalar, tagi-tugi hammasi
Bu rassomlar-ku umuman Xudo urgan odamlar. Bularni umuman o'zi aka-ukalarni oilaviy. Chunki bularni o'zi yashashi, turishi, o'tirishi bilamiz. Rassom kasofat ozodlikda qurultoy qiladida o'zini xotinini mana shu hozirgi o'ynashini o'zi chaqirib, xuddi begonadek unga savol beradi. Palonchi yuva, qani nima bo'lyapti? Bolalar mehnati hozir qanday bo'lyapti? Paxta terimi qanday bo'lyapti? Kasofat, ko'rpani tagida so'rab qo'ya qolmaysanmi senga kerak bo'lsa bolalar mehnati, paxta haqida qayg'urayotgan bo'lsan? Xotinvoy gapir, nima bo'lyapti paxtalar deb. Nima qilasan uni xuddi begona odam qilib, haligi falon forumni rahbari deb turib uni odamlarga maynamaschilik qilib, uni bir begona odamdek qilib unga savol berasan. U ham basharani aqlli qilib gapiradi bir narsalarni. O'zini xotinidan o'zi alohida begona odamga o'xshatib intervyu oladi. Bu maynamaschilik nima keragi bor? Lekin ayni vaqtda u o'sha mikrofonini qancha odamlar bor. Uni xotini bir hali bu huquqbonlik yo'lida ham hech narsani bir qilgan emas. Lekin mana Abdujalil Boymatov bo'lsin yoki Tolib Yakubov, mana Mo'tabar Tojiboyev va boshqa qancha odamlar borki, bu huquqbonlik yo'lida ancha ishlar qilgan, ko'p narsani biladigan. Bularga birov mikrofon tutmaydi. Chunki bular mikrofonni ham monopoliya qilib olgan. O'zlarini tanish bilishi, qarindosh urug'i, o'zlarini yaqinlarigagina tutiladi bu mikrofon. Shu narsani bir paytlari Yusuf Juma yozgan edi. Ozodlik BBC'lar shunday mikrofon bermayapti bizga ham deb. Turmadan chiqqan paytlari, endi Amerikaga borgan paytlarida bir ikkita uni gapirtirishdi-da, shundan keyin qaytib uni nima qilishmadi uni. Xuddi haligi Abdurahim Po'latov ham shunday ozodlikka BBCga hech qayerga chiqmaydi. U ham muxolifat lideriman deydigan. Yoki haligi o'sha Yusuf Juma ham chiqmaydi. Yana kim? Choriyev degan bor, o'sha u ham liderman deydigan. U ham chiqmaydi. U hatto to'polon qilib ozodlikni qancha haligi kamazlarini olib borib, u mitinglar ham qildi, namoyishlar ham qildi bir paytlar. Washingtonda ochlik namoyishi qilib, hatto Yodgor Turlibekov degan bir qari odam, yoshi bir 80 ga kirgan odam ham borib o'sha yerda maydonda o'tirdi, o'sha Bahodirning ochlik e'lon qilgan maydonida. Ozodlikning o'sha ofisini oldida. O'sha paytlari esimda haligi Yodgor Obid, mana bu Avstriyada yashaydigan shoir Yodgor Obid yozgan edi. Agar meni imkonim bo'lganda o'sha maydonda men ham o'tirar edim borib deb. Hatto o'zi bu ozodlikda bir paytlar ishlagan bu odam. 92-yillar bo'lsa kerak, Moskvada paytida ozodlikni o'sha radiosida ishlagan. She'rlar o'qirdi, xatlar o'qirdi. O'sha Yodgor Obid ozodlikni bugungi mana bu hozirgi ozodlikchilarga qarshi o'sha namoyishga men ham borgan bo'lar edim deb yozdi. U paytlarda men hali liderning yonidagi bo'lganim uchun bu narsalarni men ular noto'g'ri aytyapti. Bu ozodlikni lider parast emas bular. Ozodlikni bularga aloqasi yo'q. Bu ozodlik haqiqatda bir o'sha bir neytral bir radio deb o'ylaganman. Ularni himoya qilib, ozodlikni himoya qilib, ularga men qarshi gapirganman, maqola yozganman o'sha paytlarda. Haligi ozodlikchilar unaqa emas, bular xolis odamlar, bular unaqa emas, sizlar aytayotgan gaplaring xato, Choriyevning ishlari xato. Xullas balabattar deb yozganman. Endi bugun men aytyapman, bugun men bilyapman.
Endi bugun emas, aslida sal oldinroq ham bildim-u. Ozodlikchilar hech qanaqa xolis emas. Bugungi Ozodlik radiosini o'zbek xizmatidagilar mana shu Alisher Siddiqni, biz Siddiq emas, kazzob desa ham bo'ladi. U ham o'zi yolg'on va'dasida turmaydigan odam ekan. Mana shu kimsaning qo'l ostida ishlayotganlar. U faqat bitta mana bir rassom tuzmas, u yerdagi boshqalari ham bir go'r hammasi. Bular hammasi mana shu liderparast kimsalar ekan. Bular o'zlarini yaqinlariga, o'zlarini o'sha haligi xotiniga ana u ahmoqqa o'xshab mana shu o'zlarini hamfikrlariga Nadiya Atayeva degan kimsa shuncha firibgarligi oshkora bo'lib rasvo sharmanda bo'ldi. Shunga qaramasdan uni Ozodlikda intervyusi chiqadi, BBCda intervyusi chiqadi. Chunki Ozodlik BBCni o'zbek xizmatidagilar ana bu liderparast, chunki ular ham muttahamlar. Chunki ular ham Istanbulga borib, uni xuddi mana bu Ismat Xushovni olib kelib, qo'yni so'yib mehmon qilganday, bular ham har yili bir marta Istanbulga borib, o'sha yerda qo'yni yeb aylanib keladida, keyin yana yilgacha uni chizig'ida yuradi. Muttahamlik borligi uchun uni aytganini qiladi. U chiqar degan odamga ular mikrofon tutadi, u chiqarma deganga mikrofon tutmaydi. Mana shunday muttaham bular, bu ozodlikchilar va ularning eng ashaddiysi bir rassom bo'ladi. Ozodlik radiosi agar bir neytral xolis radio bo'lganda, bu Eltuz degan saytdan materiallarni olib qo'yarmidi Ozodlikka? Ozodlik radiosining rasmiy saytiga Eltuzdan olib qo'yadi. U yo bu suratlar, bir narsalar olib qo'yadi. Bu Eltuz degani o'zi biz bilamiz kimligini. Bu kasofatlarni nimalar qilayotganligini. Oldin Ponovuz edi bular. Bu Ponovuz paytidagi rasvogarchiliklarini ham yaxshi bilaman. Hali ularni tarixini gapirishga hali kirishmadim, ammo o'sha zamonlardagi voqealar, hodisalar hammasi bir-biriga bog'liq. Bularni qanaqa fitnachi, qanaqa firibgar ekanliklarini bular shuning uchun ham mana bu Tojiboyeva aytadi-ku, uyushgan jinoiy guruh deb. Bular ana shunaqa uyushgan jinoiy guruh bular. Chunki hali Gulnoraning millatlarini olamiz deb Nadiya Atayeva o'sha Sorosdan olmargan butun jamoatchilikni aldab, haligi bir qo'qonlikni patologa anatom bu deb aldab, u yerdan qancha pullarni o'marganliklari, hammani aldaganliklari yetmaganday, bular Gulnoraning millatlarini ham olmoqchi bo'lib, bu ishda aynan Ozodlik radiosining muxbirlarini, Alisher Siddiqni, Rassom Tuzni, yana 3-4 tasini xullas o'sha Shveysariyaga borib kelishi uchun mablag'lar ajratib, bularni olib borib mehmon qilib, u yerda mana shu masalada muzokaralar o'tkazgan bular haligi pulni olish uchun. Lekin pulni bularga berishmadi negadir. Endi men nima demoqchiman? Haqiqatan ham bularni tili birligini aytyapman va o'sha o'zining xotiniga mikrofon tutadi, tanish bilishiga tutadi-da, haligilarga tutmaydi. Kim ana u liderga qarshi bo'lsa, kazzob liderga, unga mikrofon berilmaydi. Jumladan menga ham. Men o'sha paytgacha shu xorijga kelganimdan beri qancha vaqt Ozodlikda kunda kunora chiqar edim. U ya bu masalada telefon qilaverar edi, bular qilaverar edi. Ko'chada ham, uyda ham hamma masalalar bo'yicha turli-tuman siyosiy bo'lsin, diniy bo'lsin, lider bilan qarshi bo'lib qolganimdan keyin biz ham oq qilindik. Chunki lider aytgandir-da, bo'ldi buni chiqarmaysan deb. Endi bular qayerga ham borardi? Agar Istanbulga borib dam olib kelish, qo'yni yeb kelishlik uchun mayli chiqarmasak chiqarmaymiz deydi-da. Shu bilan keyin xuddi shunday mana Boymatovni, boshqalarni qancha odamlar bor endi bunaqasi sanasa hozir. Bugun men
Buni sabablarini tushundim demoqchiman. O'sha bir paytlar tushunmagan narsalarimni, bir paytlar man narigi tarafida bo'lganman barrikadani. Bular xato qilyapti deb o'ylaganman. Endi tushundimki, men nima demoqchiman? Mana Abdujal Boymatov doim meni radiomga chiqqanda aytadi. Ozodlikni qora ro'yxatiga tushganmiz biza. Ozodlikchilarda qora ro'yxat bor, BBCda ham bor. Bularning ro'yxatiga kim tushsa, o'sha chiqmaydi deydi. Men shuni aytmoqchiman. Yusuf Juma, Abdujalil Boymatov, xullas kim Mo'tabar Tojiboyeva hammalaring ozodlikka BBCga chiqmoqchi bo'lsanglar, Muhammad Solihni maqtanglar, oliy zot denglar, muxolifat lideri denglar, buyuk zot denglar, ana chiqasizlar. Bo'lmasa chiqmaysizlar, tamom. Bu narsani endi tushundik. Menga esa kerak emas radiosi ham, boshqasi ham. Men o'zi muhtoj emasman bularning radiolariga. Faqat bu muammoni yechimi shu ekan demoqchiman. Ya'ni bular shunday egallab olgan ekan, bu lider egallab olgan ekan. Chunki liderni endi bilamiz, buni o'sha media bilan ish qiladi ko'proq. Ana Rossiyada ham bor shunaqa, buni puliga u bu kimni aldab pul olsa, o'sha pulga darrov jurnalistlarni chaqirib, mehmon qilib, o'zini maqtashga, o'zini shov-shuv qilishga, dabdabali gaplarni gapirishga harakat qiladi. Shu bilan o'zini borligini ko'rsatib turaveradi. Hatto uni o'zi hech narsasi qolmagan bo'lsa ham, tamom ado bo'lgan bo'lsa ham, mana shunday qilib, shu paytgacha shunday qilib kelayotgan bir tullak bu. Endi muammo shundaki, mana shu ozodlikni Washingtonda o'tirgan rahbarlari, BBCni o'sha Londondagilari bularni mana shunaqa qilayotganligini bilmaydi menimcha. Yoki agar bilganlarida bunaqa qilib haligi monopoliya o'rnatishga yo'l qo'ymagan bo'lardi ular. Lekin ular bilmaydi-da shuni nazarimda. Ularga buni tushuntirib, bir bunday yotig'i bilan tushuntiradigan, inglizini yaxshi biladigan odamni o'zi yo'q menimcha. Xullas kalom, hozircha bu tarafdan bularni oshig'i olchi bo'lib turibdi. Bu liderni lider bo'lib turgani ham aslida shuning uchun. Ya'ni liderman deb shov-shuv qilib turgani o'zini. Aslida u lider emas, hech narsasi yo'q. Kazzob buni liderligi ham faqat shu o'sha mana shular hisobiga bu ovozi chiqib turibdi. Ana kecha Daniel Kristopni ham saytida chiqqan haligi Ferganaruda o'zbek tilida ham bor, rus tilida ham chiqqan. Va hokazo u yerda ham shu ancha dabdabali gaplarni gapirgan xullas. Endi Mirziyoga paxta qo'yyapti, bir amallab borib olib o'sha o'zi ham endi ko'zi yetdi, baribir prezident bo'lolmasligini, vaqti o'tganligini. Endi bir amallab shu borib olib, bilmayman nima bo'lmoqchi endi. Parlamentda o'tirmoqchimi, deputat bo'lmoqchimi, nima bala bo'lmoqchi? Shunga harakat bo'layapti shekilli. Endigi harakati agar Mirziyo unga ruxsat bersa, kiritsa. Lekin mening tushunishim shundayki, Mirziyoni bunga ehtiyoji ham yo'q. Buni endi vaqti o'tdi, davri o'tdi, endi buni hech narsasi qolmadi va bunga ergashadigan bugun odam ham qolmadi. Mana shunaqa bo'ldi bu odam. Endi xullas bular bugungi kundagi bo'layotgan voqea, hodisalarga munosabat edi. Yana bir narsani aytay. Xo'p, men ochiq xat yozdim liderga, u yerda siz deb yozdim, halicha unchalik yomon gaplar yozmadim. Va ochiq xatdan keyin menga qarshi mana shunday hujumlar boshlandi. Botir Norboy sulh taklif qilib, bu sulhga ham bo'lmagandan keyin mana hujumlarga o'tishdi. Men haligi firibgarlar lideriga nasihat degan haligi she'rni yozib qo'ydim. Endi bu she'r sal boshqacharoq. Bu yerda siz degan kalima ishlatilmagan va
bizga qilingan munosabatga yarasha javob bo'ldi. Chunki ularning liderning tarafdorlari, trollari, o'sha eshonqul, shaytonqullar yozgan narsalar, ulardagi haqoratlar, bular menga endi huquq berdi. Men ham shunday munosabatda bo'lishga unga nisbatan. Va men yana bir narsani tushundim. Aynan o'sha ochiq xat va o'sha firibgarlar lideriga degan she'rim liderni jazavaga tushirgani aniq. O'zini qo'yishga joy topolmayotganligi aniq. Shuning uchun ham trollarni ishga solib, eshonqulni topib, shaytonqulni topib, uni buni topib, hammasini menga qarshi yozdirib yotibdi. Nima yozsa yozib yotishibdi. Ajoyib. Menga ular yozgan narsalar deyarli ko'rinmaydi. Bitta yarimtasi kelmasa, hech narsa menga ko'rinmaydi ham o'zi. Va omad tilayman sizlarga. Davom etinglar yozishda va men ham davom etaman yozishda va Alloh biladi bu qachongacha borar ekan, qachongacha borib to'xtar ekan, qayergacha borib. Meni liderdan farqim shundaki, meni kimdir yomonlab chiqishligi va odamlar meni voy shunaqa ekan deb o'ylab qolishligidan xavfim yo'q meni, xotirjamman. Xotirjam o'ylayversin kim nimani o'ylasa. Bu narsani men muammo deb hisoblamayman. Lekin lider uchun bu narsa muammo. Chunki lider o'zini odamlar nazdida yaxshi odam bo'lishlikka doim intilib kelgan. Yaxshi odam bo'lib ko'rinishga. Xudo bilan ishi yo'q. Xudoga oldida yaxshi bo'lishlik hojati ham yo'q, unga keragi ham yo'q. Lekin odamlar oldida yaxshi bo'lib turishga, aqlli bo'lishga, lider bo'lishga va hokazoga harakat qilib kelgan. Mana shu soxta niqobni saqlab u yurishga majbur. Meni esa niqobim yo'q. Meni odamlar qanaqa o'ylaydi, kim nima deb o'ylaydi, menga teryat nechuvida bu masalada. Xotirjam bo'lsin odamlar nima deb o'ylasa. Xotirjamlik tilayman ularga ham, kim nima deb o'ylasa o'ylasin. Bu menga o'xshagan odam bilan kurashda bu liderlarni mag'lub bo'lishi aniq. Nimagaki, liderga bor nima yo'qotishga. Lider o'sha maskalari borligi ma'lum bo'ladi. Lider o'zini o'sha buyuk zot emasligini, u ham oddiy xomsutengan banda ekanligini xalq bilib qoladi. Bilib ham bo'ldi. Mana menga odamlar yozyapti. Men buni bir hurmat qilib yurar edim. Bu odamni sizni yozganlaringizni o'qib tushundim buni. Bunaqa ekanligini deb menga xatlar kelyapti. Alhamdulillah, tushungan bo'lsanglar juda yaxshi. Tushunmaganlari ham hali tushunib oladi. O'sha hozircha tushunmayotganlar ham hali tushunadi vaqti kelib. Uni kimligini. Buni endi vaqt masalasi bu xolos. U yaxshi odam bo'lib qolmaydi. Men uni o'ylagan edim. Haligi nasihat she'rni yozganimda men unga u yerda u gaplari sal qo'polroq bo'lsa ham, ularni yozganligi uchun shunday yozildi u xat. U she'r. Lekin u yerda men uni hali ham bo'lsa mana shu kibr havodan qaytib, maskalarni yechib tavba qilishga chaqirgan edim. Lekin bu kazzobdan mana u jazavaga tushishiga qaraganda bu tavba qilmoqchi emas. Bu shu soxtalik bilan soxta niqobni yechmasdan o'tib ketmoqchi. Men mana shuni tushundim. Mana bu she'rimda men shuni aytganman. Siratingda men seni qandoqligingni angladim. Bir tuban pastkash, razil alchoqligingni angladim. Mard bo'lib maydonga chiqmassan o'zing erkak kabi, befarosat, befahm qo'rqoqligingni angladim. Buyuk zotlarni chinorga o'xshatar el doimo. Sen chinormas bir chirik yaproqligingni angladim. Qanchalik isbot dalillar kelsa ham tan olmading.
Doim aybing rad etib yurmoqligingni angladim. Soxta maqtov, soxta obro' ketidan yurding quvib, seni mansab mayiga chanqoqligingni angladim. Shukurkim san kelmading yurt boshiga, kelsang agar el yurtni kuydirib yoqmoqligingni angladim. Muxolifat lideriman deganing yolg'on seni, sen bu yolg'on ustida o'lmoqligingni angladim. Hayf seni holingga shu holda o'lib ketmoqdasan. Tavbasiz ketsang o'tin bo'lmoqligingni angladim. Sahviya beburt munofiq kimsadan qilgil hazar. Men seni lider emas, ahmoqligingni angladim degan bir g'azalni bugun yozgan edim va Facebook'dagi sahifamga qo'ydim. Marhamat, bu bir sizlar aytayotgan savodsiz, ilmsiz, johil odamning bitta g'azali. Men shunaqa bitta savodsiz, ilmsiz, johil odamman, uni men tan olaman. Men o'zimni bir ulamo demaganman hali shu paytgacha ham. Lekin men mana Navoiylarni masalan she'rlariga izoh yozaman. Navoiylarni o'qish, tushunish uchun masalan uni bugungi kunda hozirgi mana shu adabiyotshunoslar, hokazoshshunoslar tushunolmaydi. Uni tushunish uchun dindan xabardor bo'lish kerak, arab tilini bilish kerak va hokazo aruzda yozish kerak. Xullas kalom, marhamat, mana bitta savodsiz odam sizlarga qarshi chiqdi janoblar, savodlilar, diplomlilar, jurnalistlar, shoirlar, hokazolar. Yozinglar bitta she'r yoki bir g'azal yozinglar yoki bir narsa yozinglar. O'sha savodsizni yozgan darajasida bo'lsin va odamlar o'qib, qoyil sizlarga. Bu rostdan ham savodsiz, sizlar rostdan ham juda zo'r ekansizlar devorsin odamlar. Chiqinglar men bilan suhbatga, mana radioda suhbat qilaylik. Iddaolaringni isbotlanglar, odamlar eshitib qoyil qolsin. Mana bu savodsizni yakson qilib tashladi, mana bu savodli desin sizlarni. Janoblar, nega yashirinib o'tiribsizlar? Trollar, chiqinglar birontangiz. Birontangiz chiqmaysiz. Sizlar faqat yotib olib trollik qilib har xil narsani fisqa fasod tarqatishni bilasiz. Sulh taklif qilasiz, sulhda turmaysiz. Yana har xil nimalar yozib badnom qilishga harakat qilasiz. Pastkashlikni shunchalik ham bo'ladimi? Xo'p, bugun mana demak Galima Buxorboyevaga ochiq xat yozdim kecha. Rassom Iflos meni o'sha paytda o'sha suratlarni tarqatganlikda ayblab yozgan. Suratlarni men tarqatmaganligimni, men yozmaganligimni, men uni montaj qilib qo'ymaganligimni buni Galima yaxshi biladi. Buni o'sha paytlarda men aybdor bo'lib qolgan bilan buni keyinchalik bu narsa aniq bo'lgan va buni endi men uni o'zini munosabatini so'rab ochiq xat yozdim. Hali javob kelmadi. Endi ko'ramiz, javobi kelsa demak qo'yaman saytga. Rassomning bu iddaosi ham kazzobligidan boshqa narsa emas. Va qachongacha davom etar ekan bu kazzobliklaring, bunaqangi ishlaring? Marhamat, omad tilaymiz, davom etinglar va inshaalloh men ham davom etaman. Sizlarni kazzobligingizni ochishda, xaloyiqning ko'zini ochishda, hali ham bo'lsa sizlarga ishonayotgan ko'rlarning ko'zini ochishda, demak men ham davom etaman. Shunday qilib, xullas kalom, men 2009-yil fevral oyida Shvetsiyaga kelgan bo'lsam, o'sha paytlarda demak Yusuf Rasul deganni sayti bo'lar edi, Yangi dunyo degan.
o saytni ham gumdon qildi mana bu lider. Uni o'sha trollari bu saytni o'sha paytda har xil narsalar chiqib turar edi, maqolalar, u bular. Mani she'rlarim ham o'shalarni saytida chiqib boshlagan edi. Men yashagan yerga yaqinroq yerda yashar edi o'sha Yusuf degan. O'sha she'rlarimni uni saytida chiqar edi. Mana shu paytlar menga bir kuni telefon qilib bir kishi Do'stnazarman deb o'zini tanishtirdi. Do'stnazar Xudoynazar degan bir kimsa va o'sha aytdiki, siz anavi MXXni saytiga she'rlaringizni qo'yayotgan ekansiz, rais sizni unday qilmasin, bizni saytga qo'ysin deb aytdi deb. Rais kim, siz kim? Ha, biz dedi shunaqa raisni odamlari, shu falon yerda yashayman. Rais esa Istanbulda. Xullas kalom, rais bu Yusufni saytidagi meni she'rlarimni ko'rib, u yoqqa chiqarmasam MXXni saytida bizni saytga qo'ysin debdi. Ularni sayti Erk degan saytlar bor edi o'sha paytda. Panovuz degan Qudrat Bobojonni sayti bor edi. Hozirgi Eltuzni o'rnida o'sha saytlarga qo'yishlikni aytgan ekan rais haligiga. Do'stnazarga u menga telefon qilib shunday dedi. Xullas kalom, men o'sha paytda u Do'stnazarga men uni gapini bovar qilmadim, tan olmadim. Men aytdim, buni men bilmayman, MXXmi, boshqami. Men o'sha chiqaryapti she'rlarimni, men unga Moskvada paytim jo'natilgan o she'rlar haligi. Daniyada bittasi bor edi, o'sha jo'natgan. O'sha hali men internetni nimani bilmaydigan paytlarim. Xullas kalom, o'shani men u paytda e'tibor qilmadim uning gaplariga. Keyinchalik meni to'yga chaqirishdi deb aytishdi. To'yga mana shu Yusuf Rasulni o'zi qaqras telefon qilib aytdiki, to'yga chaqiryapsiz dedi. Bolasini uylantirar ekan Norvegiyaga dedi. Norvegiyada to'y berar ekan dedi. Liderning bolasini haligi Timurni uylanganda to'yga Norvegiyaga o'shanda men yangi kelgan paytlarim Shvetsiyaga. Shunda borganmiz. Mana shu Yusuf bilan mana shu Qudrat Bobojon, men yana bittasi bor. Hozir mana Stokgolmda bir avtobuschi, mastaqrat bir millioner. O'sha 3-4 ta bo'lib borganmiz to'yiga, Norvegiyaga. O'sha yerda men birinchi marta bu liderni ko'rganman va haligi ukasi Maqsudbekjonni ko'rganman. Shu yerda bir uchrashganmiz bir marta. O'sha paytda menga 3-4 ta kitob haligi bergan. O'zini kitoblarini bosib chiqargan Turkiyadagi kitoblarini o'zbek tilidagi tarjimalari, haligi payg'ambarlar tarixini tarjimasi, yana bilmayman nimalar, bir 3-4 ta kitob sovg'a qilgan. Shuni olib qaytganman Shvetsiyaga. Mana shunda birinchi marta biza tanishgan edik bu lider bilan va o'sha paytda to'yga borganlardan. Men u paytda tanimasam ham keyinroq tanidim. O'sha Do'stnazar borgan va hozir mana Kalmarda yashaydigan Yo'ldosh degan bor. O'sha borgan va xullas kalom o'sha liderni sodiq odamlari deylik. O'sha sodiqlar borgan. O'sha paytda men esa hali u paytda u sodiqlardan emas edim-ku, lekin hali men neytral edim. O'sha paytlarda men ham borganman. O'sha to'yini ko'rdik. To'y ham endi ajoyib to'y bo'ldi. Mayli, to'yni endi nimasiga to'xtalmaylik-ku. Turkcha to'y, hamma yoq turklar, qiy-chuv. 3-4 ta o'zbek burchakda qolib ketdik. Bir minglab odam bir kinozalga o'xshagan joyda, it egasini tanimaydigan joyda bir burchakda soatlab o'tirib bir shunaqa bir to'y bo'ldi xullas. Qo'shiq haligi aytib, u turklar bir qanaqadir qo'shiqlar, bir narsalar. Xullas o'shandan keyin men
demak bu bilan aloqam bog'langan. Ya'ni keyinchalik Skype aloqaga o'tdik. O'sha zamonlarda men har xil odamlar bilan, siyosatchilar bilan mana shu Shvetsiyani hamayog'ida yashaydiganlar, Shvetsiyadan tashqarida yashaydiganlar, kim qayerda bo'lsa ham bog'lanishga harakat qilardim. Bir o'zim yashaydigan paytlar edi. Demak 2009-yil fevraldan sentyabrgacha men yolg'iz yashadim. O'sha bir xonalik bir uy berildi menga. O'sha paytlar 6 oy ichida men internetni o'rganib, mana bu kompyuter topib, uyga internetni tushirib, xullas 1-2 oydan keyin men kompyuter degan narsani nima qilishni boshladim. U ichiga kirishni, uni buni o'sha zamonlarda men harakat qildim. Skype degan narsani o'sha paytda ochib berishgan edi menga, biladiganlar. Shu paytdan boshlab meni internetdagi faoliyatim boshlandi va boshqa odamlar bilan munosabatlarim, tanishish jarayonlari boshlandi. Bu endi 2009-yilni avvalgi bir 6 oyidagi gaplar edi. Buni yana davomini Xudo xolasa davom etamiz keyingi suhbatlarda. Hozircha shu yerda tugataman. Subhanakallohumma bihamdik. Robbana astag'firuka va atubu ilayk.